ko'p qismli razvedka siri sirliq qotil. Asad mashinaning sur'atini bir oz tezlatdi. Ko'chada mashinalarmi oz bo'lib, odamlarmi birdan ikkidan o'tib qoladi. Asad cho'ng qizil chiroqqa kelganda mashinani to'xtatdi. U ko'zlarini uvlab turishiga mashinaning oldidan birsining o'tib ketayotganligini g'uva ko'rdi. Asad ishtik atrofga qaradi. Biroq yaqin atrofda hech kim ko'rinmaydi. Faqat oldi yo'lda bir necha mashina to'xtagan edi. Asad hayron bo'lib, "Nima? Boya birsining mashinamning oldidan o'tib ketayotganligini aniq ko'rgan tursam, acaba ko'zim to'g'rilishib, xiyoliy sezim bo'lmaganmi? Tova." Asad yog'isini tutqunicha o'ltirib qoldi. U azaldan amaliyotchan bo'lg'ashqa ba'zi ishlarda prinsipni asos qiladi. Hozirgi holati uning kamdan kam ko'riladigan psixik holati bo'lib, qarmoqqa bir narsadan qo'rqayotgandek ko'rinadi. Asad mashinasini haydadi. U mashina haydab yetibmi, atrofga gumonliq nazarda qarab qo'yadi. U idorasining oldiga kelganda mashina to'xtatish maydoniga to'xtatib, mashinadan tushdi. Asad mashinadan tushib kirib ketmoqchi bo'lib edi, neriga to'xtatib qo'yilgan qora ranglik bir tipliq mashinaga qarab turib qoldi. "Bu kimning mashinasi? İdarimizde birisining bundoq mashinasi yo'q. Birisi kelganmidi ya?" Asad asta mashinaning yoniga kelib, tafsili kuzatdi. Mashinaning nomeri markasidan qaraganda bu o'ttir tipdagi mashinaga kiradi. Asad mashinaning ichiga qarab baxmoqchi bo'lib, beshini asta ichiga so'zib qarab edi. Aynakdan chochlari chuvuq, ko'zlari qip-qizil bir ayol uningga qarab, tishlarini hingaytib turadi. Asad qo'rqqandan shu yerga yiqildi. U bir hazog'icha esini yig'olmay turganida bir necha er kishi idoradan chiqib mashina to'xtatish maydoniga keldi. Ular yerda yotgan Asadni ko'rib, uni yo'lashdi. "Voy, Asad boshliq yanqu bu. Sizga nima bo'ldi? O'rningizdan turing." Asad asta ko'zini ochib, o'ziga qarab turgan qo'shni ishxonadagi erkin saqchini ko'rdi. Yana bir saqchi bilan Asad azaldan ko'rib baxmagan bir notunish uningga qarab turadi. Asad sal esini yig'ib, boyqi mashinaga andikish ichida qaradi. Biroq bu qitim mashina aynigida hech qanday narsa mavjud emas edi. Asad yana xiyoliy sezim o'xshaydi deb asta o'rnidan turdi. "Ha, boya bu kimning mashinasi deb ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim," dedi gapni yoshirib. Hammalar uningga qarab kulib qo'yishdi. Iliq notunish qora mashinaga chiqib ketib qoldi. Asad erkin saqchiga qarab, "O kim? Bu kechida nima ish bilan kelibdi?" deb so'radi. Erkin saqchi uningga qarab, "Ha, u bir savdogar. Burun ishkirga xizmatga kirgan chig'imda tanishgan. Azroq ish bilan bu yerga kelibdi ekan. Atayin unutib qolmay deb meni yo'qlab kelibdi." "Ha, mundaq degina. Jamiyatdimi og'iylarim chiqdi. Biroq pek ehtiyot qiljimo. Bundaq odamlarga osonlikcha ishongil bo'lmaydi." "Bek sezgir bo'lib ketdingmi qandaq, ha? Bilamsan, u menga ko'p qitim yordam qilgan, yaxshi odam u. Men uningga ishonaman." "Voy, buncha kechda sen nima kelding? Qaytib ketgan to'ng'o." Asad o'zining nima ish bilan kelganligini esiga oldi-da, peshonasiga birini urib, "Opla, esim qursin," deganicha Erkinning savoliga javobmi bermasdan ishxonasi tarafga qarab yugurdi. Erkin yenidagi saqchi yigitga qarab, "Qarag'ina bu adashqa. Bak g'alati juma. Yura, kirib ketaylik," deganicha ishxonasi tarafga yo'l oldi. Asad yugurib degidek ishxonasining oldiga keldi. U yenik birini o'qsinib olgandan keyin ishxonasining eshigini ochdi. Biroq ishxonada hech kim ko'rinmaydi. Asad hayron bo'lib dejurniy xonaga kirdi. Bu yerda bir yigit telefon o'ynab o'tirgan edi. Asad uni chaqirib, "Hey, G'opar, bu yoqqa chiqa," dedi ko'z ishorasi qilib. G'opar ismli yigit telefonni qo'yib sirtga chiqdi. Asad uningga qarab, "Meni izlab kelgan ayol qani?" deb so'radi. G'opar beshini qashlab sal o'ynamagandan keyin, "Haros, yordamchi soqchi Asqar uni ishchiga kirib ketgan. Ondan ularni ko'rib baxmadi." Asad jiddiylashib, "Asqar yo'q. Ishxonamdami hech kim yo'q. Bo'lmasa Asqarga telefon qilib beqam." Asad telefon qildi. Telefon ulandi. "Hey, Asad aka. Siz nerede?" "Asqar, sen nerede? Yiliqi ayol qani?" "Asad aka, men sirtda yiliqi ayolning qo'ziga echib ketibdi ekan. Uni bir oshxonaga boshlab chiqqan. Hozir tomoq yeyotdi." "Tezroq qaytib kiringlar. Udul ishxonamga kiringlar. Sizlarni ishxonamda saqlayman." Asad telefonni qo'ygandan keyin ishxonasiga kirdi.
u ishkovidagi tunugun ratlab qo'ygan materiallarni elib qaytadan ko'rishga boshladi. Ayol o'tmayla ishxonaning ishiga chekildi. Asad qo'lidagi materialni qo'yib, Kiram. eshik ochilib, Asqar bilan 45 yoshlarning qarasini olgan bir ayol kirib keldi. Ayol ustiga uzun yung ko'ylak, beshiga qalin sharpa o'rib olgan bo'lib, mezi chiqib ketgan ishtinining bir pushqidan qardab ketgan paxtaning uchi chiqib qolgan edi. Putidagi eski cho'riqmo to'rt atrofidan uprab, ushlari teshlay deb qolgan edi. Ayolning ko'kirib ketgan chiroyidan qaraganda xeyli uzun yo'lni besib kelgandekmi qiladi. Ishqilib, Asad bu ayolning noma'lum bir chet yezdan kelganligini faraz qilib ulgurdi. Asad u ayolni o'ltirishga taklif qilgandan keyin yordamchi soqchi Asqarga qarab, Bu adimizga qiziqcha kiribpa, dedi. Asqar beshini lang'ishtib chiqib ketdi. Asad tatmisidan xotir daftarini ilib, qo'lida qalamni tutqunicha ayolga qarab, Hada, ismingiz nima? Ha. İsmim Danaxon. Ha, qayerdan keldingiz? Men Kuchadan keldim. Uyim Qoragul esida. Asad xotirlagash ayolning usti beshiga qayta sapsilib, Qarsa molingiz xarabda qiladi. Bu yerga nima ish bilan keldingiz? ayol Asadning gapidan keyin ko'z ish qilishga boshladi va mishildab turib, Men bir egi chaqsiz tul ayol. Mening dunyolikda birla singlim bor edi. Ota-onam kichigimdan o'lib ketgachga, men singlimni beqib qatag'i qo'shdim. Men kichigimda tirishib ishlab, o'zim yemisam-mo, o'zim kiymasam-mo, shu singlimni o'qitish orzusi bilan uni oliy maktabga yo'lga solgan. Keyin men to'y qildim. Biroq men tug'mas bo'lg'ashqa, yo'ldashim mendan ajrashdi. Amalsiz yolg'iz yashadim. Singlim oliy maktabda tunji yili yaxshi o'qidi. Biroq ikkinchi yiliga kelganda u tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Hech qanday xabarim bo'lmadi. Keyin uni izlab Urumchiga chiqdim. Biroq yana xabarini ololmadim. Hepti izlash jarayonida uning biri bilan ishkirga qochib ketganligini bildim. Bu xabarni anglab, ichim ochiq bo'ldi. Cho'ng orzularni kutgan singlimdan umidim biroqla uzildi. Amalsiz yurtga qaytib keldim. O'zim o'z turmushimni qamdab yurgan kunlarning birida singlim bir erni boshlab meni yo'qlab ketdi. Men ularni ko'rib boshda ozroq ochchig'im kelgan bo'lsa-mu, keyin taqdirga tan bermay amal yo'qligini his qildim. Ular pat-pat kelib meni yo'qlab turdi. Bir oydan keyin singlim men bilan xo'shlashqili ketdi. U menga ishkirga kirib ketadiganligini aytib, texi bir mo'ch pulni tutqizib ketib qoldi. Men amalsiz uni yo'lga selib qo'ydim. U shu ketgancha bir yilgacha qaytib kelmadi. Bir kuni uyda o'ltirsam, bir notunush erkish kelib qo'limga bir posilkani tutqizib ketib qoldi. Men qo'limdagi kichikini eshikni ko'tarib uyga kirdimda, qatma-qat jo'bolangan eshikni bir-birlab kesishga boshladim. Oxiri eshikni asta ochdim. Ichini ichibla, hayronlikdan qarabla qoldim. Ko'nglim bir shumliqni tuygandek bo'lib, bedellarim tikillashib, ko'zlarimga liq yosh keldi. Yeshik ichida mening jon-jigar sog'limning e'tiborli narsalari g'uvachilib turadi. ayol miskin chiroyiga qayg'u tusi oldi va yenik o'rsinib gapini davomlashtirdi. Nemisini dey? Singlimning e'tiborli narslarini ko'rib, boshqacha bo'lib ketdim. Qalbimda ochiq tuyg'ular ketishga boshladi. Men bu narsalarni ko'rib, hech nimani tushunmay, tang'irqoqli qoldim. Men uning aloqalash nomeri va adresini bilmagachga, qanday qilib uni tepish menga bir masala bo'lib qolgan edi. Amalsiz kutishga boshladim. Biroq uning xabarini hech yerdan ololmadim. Bir yil o'tganda mahallamizda mishmish gaplar tarqalishga boshladi. U mishmish parananing temisi mening singlim bo'lib, u ishkirda o'lib ketibdimish. Bu gapga boshda men ishonmay parvo qilmadim. Biroq keyinchi buning asossiz gap emasligi isbotlandi. Soqchilar bir kuni meni soqchixonaga chaqirtibdi. Ko'nglim bir ishni tuygandek bo'lib borsam, ko'nglim tuygandekli singlimning shum xabarini angladim. Ularning deyishicha, singlimning o'limi to'limi fojialik bo'lib,
odam bedikleri tarafından a'zolari elvilinib, jasadi chet yiroq yerga tashlab etilibdi. Ishkirdagi soqchilar uning jasadini shahar sirtidagi axlatxonada tepibdi. Jasadning a'zolari elvilangan bo'lib, to'limi ichinishliq to'nig'isiz ekan. Bu xabarni anglab, ashushimni yo'qotib, yiqilib qoldim. Ko'zimni ochsam, doktorxonada yotibdiman. Yenimda soqchidan bo'lak hech kim yo'q. Ular menga tasalli berib, jasadni o'zlarining bir taraf qilganligini aytdi. Meni eng ajablantirgani, bir yilning oldida singlimning narslarini menga avatgan kishi kim degandan iborat bo'ldi. Men soqchilarga bu ishni aytdim. Ular bu ishni tekshirdigan bo'ldi. Bir oydan keyin soqchilar meni yana soqchixonaga chaqirdi. Men hayal qilmayli bordim. Soqchilardan singlimning ishkirda qolaymagan so'rovlarda yurganligini, bir savdogarning uni bir hamrochi xonimlar o'rniga setib etganligini, uning nurg'un riyozat chekkanligini, shu jarayonda bir qiz bilan tanishib qolganligini, singlimning zahar chekib, ahvolining nacharlashib ketganligini aytdi. Singlimning narslarini o'sha qiz saqlab qo'yibdi ekan. Biroq zodi kim uning a'zolarini ilib setib etganligi tiq soqchi tarafga noma'lum ekan. Bu xabarni anglagandan beri ko'nglim boshqacha bo'lib, sirtqa chiqmay kesal odamdek yotdim. Afsus, hayot to'limi rahimsizkan. İnsan ba'zi rahimsiz reallikqa bo'ysunmay iloji yo'q. Shu sababdan bu reallikni qabul qilib, menmi xili o'ngishilib qoldim. Sirtlarga chiqib o'ylandigan bo'ldim. Bara-bara bu ishlarni unutilib ketdi. Vaqt o'tgan seri menmi aslimga kelib, turmush uchun tirishib ishlashga boshladim. Biroq singlimning o'limi sirpit qolgan bo'g'ashqa ko'nglimda yanada ochiq bir hasrat qalbimni ezib turadi. Vaqt o'tdi, biroq kishilarning qalbidan o'chgan yulduz homini xunik nurini yana chaqnatadi emas bu. Hayotning ochiq qaynamlari meni yana bu ochiq reallik so'rab kirdi. 10 yil o'tgan bir kuni bir ayol meni yo'qlab keldi. Uning deyishicha, u singlim bilan 10 yil oldida ishkirda bir fohishxonada tanishib qolganligini aytdi. O qiz ayni chog'da singlimning narslarini menga avatgan yiliq ayol shu bo'lib, o singlimning tortgan o'valchiliklarni menga bir so'zlab berdi. Buni anglab, ko'z yoshlarimni yana to'xtatolmadim. Uning deyishicha, singlim bu yerda nurg'un erlarning tapsada qilishiga uchrabdi ekan. Ayol boldiroq menga demaganligidan appo so'rab ketib qoldi. Men yana bir necha kungacha qo'yg'irib yurdim. Biroq amal qancha? Hayotlar yashamasak bo'lmaydi-da. Men tirishdim. Biroq ishlarim zodil ilgari bosmadi. Turmushim kun sari nomratlashib ketdi. Borgan sari o'zimni tushkunlashib ketdim. Mana hozir ko'rayotganingizdek, hol kunim mushu. Qo'limda boshqa ish kelmaydi. Ayol ig'ir ufsindi. Asad ayolning zodi nima sababdan kelganligini tushunmay. Siz bu yerga mushu o'tib ketgan hikoyangizni aytqili kelmagansiz. Dana, bu yerga kelishga maqsadingiz nima? Ayol ko'z yoshini surtib Asadga qarab. Ha, yo'q. Mening bu ishlarni deyishimda mundaq bir muhim sabab bor. Yana yaqindan buyon singlim doim tushimga kirdigan bo'lib qoldi. Tushimda u yig'lab menga talmirib turadi. Xuddi rostakla. Texi yaqindala bozorda axlat terib uningga o'pmi o'xshash bir qiz bir er bilan ketib bordi. Men bu ishlarning tegiga yetmay, sizlarni izlab kelishimdi. Ayni chog'da men singlimning jasadini o'z ko'zim bilan ko'rmagan. Shu hozir uning o'limidan ozroq gumonlanib qoldim. Mumkin bo'lsa, menga yordam qilsanglar, soqchi apandi. Asad bu gapni anglab besh qat'i va ayolga qarab. Singlimizning o'lib ketganiga qanchalik bo'ldi? Uning ketganiga 10 yildan oshdi. Siz singlingizni yilimi hayot deb o'ylamsiz? Ha. Singlimizning narslari yilimi yiningizda bormi? Ha, bor. Amsi ko'rib boqay. Bir ayib puchi bo'lib qolsa ajab emas. Ma'qul, soqchi ukam. Sizdan o'tinay. Singlimni menga cho'qim tepib bersanglar. Men uni pek sevgandim. Bizda hozir uning hayotligiga doir hech qanday ipuchi yo'q. Sizning bir og'iz gapingiz bilan uni topqili bo'lmaydi.
Buning uchun uning ayni chog'dagi delo arxivini tekshirishga to'g'ri keladi. Ya'ni kelib, hozir qo'limda muhim bir delo bor. Oldi bilan shu deloni hal qilishim kerak. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilma. Sizga cho'qim yordam qilaman. Asad shundoq degach, shikovining eng ostinqi tatmisidan azroq pul oldi-da, u ayolga sunib. Qarsam bekli qiyinchilikda qapsiz. Buni ilib kiyim-kechak setib olg'ash, xarajat qilib turing. Keyinchi yaxshiroq xizmat bo'lsa, sizga tepib beray. Ma'qul. Rahmat ukam sizga. Ayol ko'z yosh qilib, qo'lni pulga uzatdi. Asad soatiga qarab, allaqachon bir vaqtla bo'lib ketganligini his qildi-da, ayolga qarab. Ha, bek kech bo'lib ketibdi. Buguncha idorada qo'nib qela. Atsarda Asqar sizni opirib qo'ysa. Oy, rahmat ukam, rahmat. Menga bek ko'p yaxshilik qildingiz. Singlimni tepib olsamla, sizga rahmatimni aytdim. Dedi-da, yana ko'zlariga yosh oldi. Asad Asqarni chaqirib, uni o'rinlashtirib qo'yishni aytdi. O'zi bo'lsa ayol chiqib ketgandan keyin ba'zi bir xiyollarni qilishga boshladi. Tozimi bir. Hamma ishning tang qopsig'inni. Qarg'anda u ayolning singlisi rost o'lmagan bo'lsa kerak. Biroq ayni chog'da jasadni soqchilar nima uchun u ayolning singlisi deb jazmlashtirgandi? U jasad u ayolning singlisi bo'lmasa, undaqda kimning jasadi? Asad xiyollar ilkida ko'zlariga tatliq uyqu ilinishdi.